Çex Cumhuriyeti Kengash Palatasida parlament a'zolari Dünya Uyg'ur Qurultiyi, İlham To'xta guruhi va Uyg'ur harakati bilan hamkorlashib, Uyg'ur rayonida majburiy emgak va assimilyatsiya temasidagi yig'in o'tkazdi. O'tgan hafta o'tkazilgan bu guvohlik berish yig'inida 3 Uyg'ur va 1 qozoq jazo lageri va u yerdagi qiyin qissalar haqida guvohlik berdi. İlham To'xta guruhining boshlig'i Anvarjon, Dünya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa va Uyg'ur harakatining mudiri Roshan Abbas irqiy qirg'inchilikka uchragan Uyg'ur xalqining ahvoli haqida doklad berdi. Londonda o'tkazilgan Uyg'ur sud mahkamasining sudchisi Sergey Ferinoyes va Charles Universiteti qonun fakultetidan Sara Ivanichkova Uyg'ur qirg'inchiligi haqida so'z qildi. Chexiya Kengash palata a'zosi Paul Fischer Chexiya va Yevropa ittifoqining Uyg'ur majburiy emgakiga qaratgan cheklash tadbirini kuchaytirish zarurligini ko'rib yetganligini bildirdi. Bir turkum Amerika parlament a'zolari Biden hukumatidan kishilik huquqqa daxli taruz qilish andishasi sababidan Xitoyning ichki o'lkasida pishiqlab ishlangan dengiz mahsulotlarining Amerika bozoriga kirishini cheklashni talab qilgan. Ular yana majburiy emgak vositasi bilan mahsulot ishlab chiqaradigan Xitoy shirkatlarining Amerika shirkatlari bilan savdo qilishni cheklash kerakligini o'tirg'a qo'ygan. Bu Amerika parlament a'zolarining Xitoyning kishilik huquqqa daxli taruz qilish sababidan Xitoy mollarini import qilishni cheklashdagi eng yangi tirishchanligi bo'lib, shu sababli savdo va boshqa masalalarda Xitoy bilan Amerika munosabati barg'ancha jiddiylashgan. Amerika parlamenti Xitoy ishlari komiteti foyda olmaydigan tashkilotning tekshirish dokladini naql keltirib, baliqchilik atriti kishilik huquqqa daxli taruz qildi. Xitoyning Shandong o'lkasidagi dengiz mahsulotlarini pishiqlab ishlash zavodi Uyg'urlarni majburiy emgakka soldi degan. Amerika armiyasi Xitoyning kurash aeroplani bilan Amerikalik bombardimonchi aeroplanning yaqinlashganligini, ularning so'qilib ketishga oz qolganligini e'lon qildi. Amerika Hindiston qo'mondonlik organining bayonotida Xitoyning Xinjiang J-11 qo'sh motorli kurash aeroplanining xalqaro havo bo'shlig'ida doimlik mashg'ulot olib berayotgan Amerikaning B-52 bombardimonchi aeroplaniga taxminan 3 metr oraliqgacha yaqinlashganligi bildirildi. Yaqindan buyon talash-tartish bo'layotgan Janubiy dengizda Xitoy va Filippin paraxodlarining so'qilishi natijasida rayondagi jiddiylik kuchaygan edi. Xitoy fuqarolarga qaratgan pasport kontrolligini kuchaytgan bo'lib, bu xil kontrol Xitoy organlari ichidagi xodimlarning erkinligini cheklagandan boshqa, Xitoylarning chet elga chiqishini texnik qiyinlashtirdi ekan. Xitoy rejimi ma'murlari va davlat xizmatchilarining chet elga chiqib sayohat qilishiga cheklama qo'ygan bo'lib, bu cheklama chet elga chiqishni cheklash, chet eldagi munosabatini tekshirish, tasdiqlash va maxfiyatlikni saqlashni kuchaytirishni o'z ichiga oladi ekan. Bu cheklamalar yuqori darajalik amaldorlarga qartilmay, odatdagi ma'murlar va davlat korxonalarining xizmatchilariga qartilgan. Mutaxassislar bu cheklamalarni Xi Jinpingning G'arb bilan bo'lgan munosabati va amaldorlarning G'arbning ta'siriga bo'lgan andishasi sababli Xitoy rejimining bexatarligini maqsad qilganligini bildirishgan. 2023 yilning oldingi 9 oyida O'zbekistonning tashqi savdo obroti taxminan 45 milliard dollar bo'lgan bo'lib, buningda Xitoyning ulushi 21,1% ga yetgan. O'zbekistondan Xitoyga qilgan eksport 1 milliard 850 million dollarga tushib qolgan bo'lsa-mu, lekin O'zbekistonning import miqdori 58,5% oshib, 7 milliard 600 million dollarga yetgan. 2023 yilning 5-idan boshlab Xitoyning O'zbekiston bilan bo'lgan savdo miqdori 9 milliard 450 million dollarga yetgan. 2013 yildan 2023 yilgacha Xitoyning bosh ministri bo'lgan va Sharq Turkistondagi nurg'un jinoyatlarni bosh planlovchi va buyruq beruvchilardan biri bo'lgan. Shundaqla jazo lageriga solingan, xorlangan va o'ldirilgan sanoqsiz Uyg'ur xalqining dushmani Li Keqiang tunugun kechda o'lgan. Xitoy taratqullarining xabarlariga asoslanganda 68 yoshli Li Keqiang Shanxayda dam olayotgan bo'lib, 26 oktyabr kechda tuyuqsiz yurak kasali qo'zg'algan va butun qutqizishlar qarg'a kelmay 27 oktyabr soat 12dan 10da o'lgan. Li Keqiang Xi Jinping bilan birga yaqin 10 yilda Xitoy siyosatining oldingi qatoridagi qonxo'r diktatorlardan biri bo'lib kelgan. Ma'lum bo'lganidek, Xitoy Kompartiyasi bosh sekretari Xi Jinpingning iqtisod, pul muomala, diplomatiya, bexatarlik, islohot va boshqa sohalardagi barliq huquqini o'zining qo'lga kirgizishi bilan Li Keqiangning ta'sir doirasi barg'ancha tarayib mangan edi.